Hayatullo, Messi yoki Ronaldo? Farruh, bu men uchun Garvard yoki Oksforddagi gap. Chunki futbolning o'zida ham juda ko'p katta shaxslar bor, xuddi dunyodagi top universitetlarga o'xshab. Messi, Ronaldo, Garvard va Oksford do'stlar. Javobni ko'rdingiz. Menimcha hammada futbolga umuman qiziqmaydigan do'stingiz, lekin shunga qaramasdan daraja juda ham yuqori bo'lgan intellektual salohiyat haqida gap ketyapti. Hayatullo Ismoilov mening kursdoshim 2011-yilda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga imtihon topshirishga borganimizda bitta partada o'tirganmiz imtihonda. Ismoilov familiyadoshlarimiz. Ayni paytda Hayatullo juda ham do'stlar yoshlarimiz va jamiyatimiz uchun muhim bo'lgan, foydali bo'lgan yo'nalishda, ya'ni grantlar, stipendiyalar, chet elda o'qish, mana shunday yo'nalishda o'z faoliyatini olib boryapti. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta aloqaga chiqing. Hayatullo, umuman o'sha grantlar asosida o'qiganingizni bilamiz, shu haqida qisqacha. Yana bir marta rahmat. Hayatullo Ismoilov ismim. Farruh bilan birgalikda o'sha Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida o'qiganman va bundan keyin magistraturada o'qish uchun Erasmus Mundus dasturini talabasi bo'lganman va shu munosabati bilan men Italiya, Ispaniya va Buyuk Britaniya davlatlarida 100% bepulga o'qiganman va bundan tashqari oliy stipendiyali mana shunaqa zo'r dastur bo'lgan va hozirda ham o'quvchilarimizga aynan mana shu yo'nalishda konsultatsiyalar beramiz, mentorlik dasturlarini olib boramiz. Ya'ni o'sha o'quvchilarimizni boshidan oxirigacha qo'lidan tutib, birgalikda dasturlarga topshiramiz va ularni aynan o'qish nafaqat bepul bo'lishi, balki o'sha stipendiya birga yutishini men juda ham xohlayman va shu narsaga birgalikda kurashamiz va tayyorlanyapmiz. Hozir Ispaniya deb aytib o'tib ketdi do'stlar. Ispaniyaga 2018-yilda birinchi marta borganman, orzuyim bo'lgan. O'shanda Hayatullo u yerda o'qib yurardi, meni ko'rishga kelgan, aylantirgan, Puerto del Solga borganmiz. Xullas, tajriba juda katta. Agar sizga haqiqatan mana shunday yuqori darajadagi konsultatsiya, yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, Hayatullo Ismoilovga aloqaga chiqing. Sizga 100% yordam beradi, chunki o'z ko'zim bilan natijalarni ko'rganman do'stlar. IELTS necha IELTS Hayatullo? IELTSdan oldin bitta narsani aytmoqchiman. Hozir kimga qiziq bo'lsa, juda ham zo'r grantlar bor. Umuman Yevropa ittifoqida menga o'xshab o'qimoqchi bo'lganlarga Erasmus Mundus dasturi bor. Germaniyada o'qimoqchi bo'lganlarga DAD dasturi bor va Buyuk Britaniyada o'qimoqchi bo'lganlarga Chivling dasturlari va bundan tashqari boshqa dasturlar bor. Qisqa muddatli qanaqadir konferensiyalar yoki seminarlar bularga ham tayyorlaymiz va dunyoning boshqa mamlakatlaridagi, Amerika bo'lsin, top mamlakatlardagi top universitetlarga birgalikda tayyorlaymiz. IELTSga keladigan bo'lsak, IELTS juda ham yuqori. Bu endi nima deydi, o'quvchilarim uchun sir bo'lsin. London is the capital of Great Britain. Exactly. O'zimni ham shaxsiy iltimosim bor Hayatulloga. Men o'sha yaqin kelajakda sport jurnalistikasi sohasida o'qib ko'rmoqchiman, magistratura va o'zidan yordam kutib qolaman. Shu do'stlar, tavsiya qilaman, Hayatullo Ismoilov sizni ta'lim yo'nalishidagi eng katta ekspertingiz, yordamchingiz. Thank you so much. Xudo xolisa, rahmat katta.